Dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. Poytaxtimizdagi JAR Sport sog'lomlashtirish markazida O'zbekiston Aralash jang san'atlari assotsiatsiyasining navbatdan tashqari ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi assotsiatsiyasining rahbariyati va boshqa mas'ullar ishtirok etdilar. Mazkur tadbirda assotsiatsiyaning Toshkent shahar bo'limi raisi, uning o'rinbosarlari, ijrochi direktor va bosh kotibi, sport direktorlarini saylash marosimi ham bo'lib o'tdi. O'zbekiston Aralash jang san'atlari assotsiatsiyasining Toshkent shahar bo'limi raisi lavozimiga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Ravshan Sultonxo'jayev bir ovozdan saylandi. Yig'ilishda sport turnirini rivojlantirish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Uchrashuv yakuniga ko'ra Toshkent shahar terma jamoasini shakllantirish, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasini o'tkazish, murabbiylarning KPI tizimini shakllantirish va yuqori natijalarga erishganlarni rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yish. Dekabr oyida aralash jang san'atlari bo'yicha Toshkent shahar kubogini o'tkazish yuzasidan takliflar ma'qullandi.